Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Lider o'quv markazining YouTube sahifasidan xush kelibsiz. Men Adil Umorbek va har doimgidek sizlarga ingliz tilidan bilimlarni ulashishda davom etaman. Yangi videolar haqida, yangi videolar qachon chiqishi haqida ma'lumotga ega bo'lish uchun Lider o'quv markazining Instagram sahifasina obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Mana shu pastda chiqishi kerak hozir. Bugungi sizlar bilan ko'rib chiqadigan mavzumiz present simple. Present simple hozirgi oddiy zamon bo'lib, darak gap shakli subject plus verb 1 s yoki es qo'shimchalarini oladi. Inkor gap shaklida esa bizlara do yoki does yordamchi fe'llari yordamga keladi va inkor gap subject plus do does plus not plus verb 1 shaklida bo'ladi. So'roq gap shaklida esa yordamchi fe'llar do does gapni oldidan chiqadi plus subject plus verb 1 bo'ladi. Demak, biza darak gap shaklidan qaraydigan bo'lsak, fe'la s yoki es qo'shimchalarini qo'shamiz dedik. Qachon qo'shiladi bu? Agarda bizani egamiz, ya'ni subjectimiz uchinchi shaxs birlik he, she, it bo'lsa, udan keyingi keladigan fe'llarga biza s yoki es qo'shimchalarini qo'shishimiz kerak. Masalan, I play bo'lsa, we play bo'lsa, he plays, she plays, they enjoy bo'lsa, he enjoys bo'ladi. Ya'ni bu grammatik jihatdan shunatib ta'kidlab aytilgan s yoki es qo'shimchalari qo'shilishi kerak. Demak, qaysi vaziyatda biza s yoki es qo'shimchasini qo'shamiz? Agarda bizani fe'limiz h, ch, sh, o, double s, double z lara tugasa, unda biza es qo'shimchasini qo'shamiz. Ya'ni wash, washes, watch, watches. Ikkinchidan only plus y, ya'ni y harfidan oldin keladigan harfimiz bizani only bo'lsa, demak biza s qo'shimchasini qo'shamiz. Misol uchun play, plays, enjoy, enjoys. Uchinchidan undosh plus y, ya'ni y dan oldin keladigan harfimiz undosh bo'lsa, biza i, es qo'shamiz ekan. Bu vaziyatimizda bizani y harfimiz i ga o'zgaradi. Misol uchun try, tries, cry, cries. Boshqa barcha holatida biza s qo'shimchasini qo'shamiz. Istisno holatimiz bor, have, has o'tadi. Ya'ni biza haves deb bilamiz. Has bo'ladi. Endi biza bir narsaga e'tibor berib o'tishimiz kerak. Inkor va so'roq gap shakllarida bizani fe'limiz s yoki es qo'shimchasi qo'shilmaydi, qachonki bizani egamiz uchinchi shaxs birlikda bo'lsa. Ya'ni misol uchun qarang. He plays football every Sunday. U har yakshanba futbol o'ynaydi. He doesn't play football on Sundays. U yakshanba kunlari futbol o'ynamaydi. Does he play football on Sundays? Yakshanba kunlari u futbol o'ynaydimi? deb savol beribmiz. E'tibor bering, men inkor va so'roq gaplarda fe'la s yoki es qo'shimchasini qo'shmadim. Nechun? Chunki does yordamchi fe'lining ichida bizada allaqachon s qo'shimchasi bor. Ya'ni does degani bu do plus es qo'shimchasi. Umumiy holda biza does deymiz. Ya'ni bizani gapimizda уже es qo'shimchasi bor bo'lgani uchun ikkinchi fe'limiz, ya'ni asosiy fe'limiz bizani es qo'shimchasini qo'shish shart emas. Xo'p, agarda bu yerda tushunarli bo'ladigan bo'lsa, biza present simple ni ishlatilish holatini ko'rib chiqamiz. Present simple bizada 5 vaziyatda qo'llaniladi. Ya'ni birinchisi bu odatiy takrorlanib turadigan ish-harakat. Ish-harakat bizada kundalik takrorlanishi mumkin, haftada 1 marta, yilda 3 marta, umuman farqi yo'q. Faqatgina u takrorlanib turishi kerak bo'ladi. Misol uchun I get up at 7 o'clock. Men soat 7 da turaman. Bu ish-harakat mana har kun kundalik takrorlanib turadi.
yoki bo'lmasa we go to Tashkent once a year. Ya'ni yilda bir marta biza Toshkentga boramiz. Demak, ikkinchi ishlatilish holati bu barchaga ma'lum bo'lgan faktlar bilan. Ya'ni 5 kara 5 25. U hech qachon 24 yoki 26 bo'lib qolmaydi. Plants die without water. Ya'ni o'simliklar suvsiz nobud bo'lishadi. Bu barchaga ma'lum bo'lgan faktlar. Suv quymasangiz hech qaysi ko'karmaydi, hammasi qurib qoladi. The sun rises in the east. Quyosh sharqdan chiqadi. U hech qachon g'arbdan yoki boshqa yerdan chiqmaydi. Demak, barchaga ma'lum bo'lgan faktlar bilan biza present simple ishlatamiz ekan. Uchinchi ishlatilish holati bu na boshi va na oxiri bo'lgan ish harakatlar bilan shaxs yoki predmetning xususiyatini ifodalaganda. Misol uchun I like ice cream. Men muzqaymoqni yaxshi ko'raman. Ya'ni meni muzqaymoqni yaxshi ko'rishimni hech qanday o'lchov birligi yo'q. Chunki biza men muzqaymoqni 3 metr yaxshi ko'raman deb bilamiz va yaxshi ko'rishni na boshi va na oxiri bor. Yoki bo'lmasa the book is interesting. Bu kitob juda ham qiziqarli. Ya'ni biza predmetni xususiyatini ifodalab berib turibmiz. Kitobni qiziqarli ekanligiga urg'u berib turibmiz. To'rtinchi ishlatilish holati bu vaqt jadvallari bilan. Misol uchun turli transport vositalarining kelib ketishi, darslarning boshlanishi, umuman aytganda jadval asosida harakatlanadigan, ya'ni sodir bo'ladigan ish harakatlari bilan biza present simple ishlatamiz ekan. Misol uchun the lesson starts at 2 p.m. Ya'ni dars soat 2 da boshlanadi. Siz darsni har safar 2 da boshlanishini bilasiz va u har safar shu vaqtda boshlanadi. The train arrives at 8 p.m. Ya'ni poyezd soat 8 da yetib keladi. Siz poyezdga o'tirganingizda misol uchun uni tavakkal qilib chiqmaysiz. Bir kunisi borib qolar axir. Bir kunisi bir vokzalga borarmiz axir deb chiqmaysiz. Chunki poyezdga minganingizda uni ketish vaqti va kelish vaqti hammasi ko'rsatilgan bo'ladi. Ya'ni bu ish harakat jadval asosida sodir bo'ladi. Beshinchi ishlatilish holati bu instruksiya va ko'rsatmalar bilan. Misol uchun siz qandaydir bir yangi mahsulot sotib olsangiz, uning ichida kichkina kitobchasi bo'ladi va u yerdagi ko'pgina instruksiyalar, ya'ni ko'rsatmalar ingliz tilida present simple da beriladi. Misol uchun open your laptop, log in with your Google account, download these applications desa, ya'ni ko'ribmizki notebookingni och, Google accounting bilan gir, quyidagi ilovalarni yuklab ol deb turibdi. Bu bizada ko'rsatma berib turibdi. Signal so'zlarini qaraydigan bo'lsak, bular always, usually, sometimes, frequently, often, seldom, rarely, not often, every day, week, month, year va hokazo. Ushbu so'zlarni biz test yoki mashq ishlash jarayonida ko'rib qolsak, bilishimiz kerakki, present simple ni qo'llashimiz kerak. Bu bizga signal beradi. Shuning uchun ham bularni signal so'zlar deb aytamiz. Demak, o'rtoqlar, bugungi mavzumiz shu bilan yakunlandi. Agarda savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Lider o'quv markazining Instagram sahifasiga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu yerda biza storieslarda qachon yangi video chiqishini aytib o'tamiz. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.